Bir kunni o'zida kelib, trendga chiqib, yana o'sha kunni o'zida tugab ketgan judayam ajoyibgina chiroyli variantdagi jinsi dvoykalarimizni yozgi modellarni sizlarning talabiga binoan olib kelganmiz. Hurmatli opa-singillarimiz, kiygan terisi yumshoq, yengilligi hisobiga ustilada bor yo'liga umuman bilinmaydi. Yubkalari ham kengina modelda ishlangan ustki qismlarini qaranglar, qanaqangi chiroyli modelimizda. Oldilari knopka fasonda, bog'ichlari bor, beliliga munosib tortfasila bo'ladi. Qo'llari ham manjitli, shunaqa knopkali fasonda ishlangan. Kiyganda mazza qilib kiyaverasizlar. Ranglarni ko'rsatib o'taman. Shunaqangi ochiq rasvetkasidan kiygan. Mana qaranglar, qanaqangi chiroyli turib beradi. Ochiq rasvetkasi, mana bunaqa tumliroq ranglardan olib kelganmiz. Igna kiygan rasvetkani ham qaranglar, qanaqangi chiroyli turib beradi. Rissa pakati variantda. Joy yosh umuman tanlamaydi. Mana bunaqa fasonli variantidan olib kelganmiz. Yoqali modelimizda oldilari knopkali, bog'ichli, beliliga munosib tortasizlar. Qaranglar, fason rissa zo'r. Yubkalarni ham alohida, ustki qismlarni ham alohida xohlagan narsalar borib o'tgan joylarga moslab kiyaversanglar bo'ladi. Bularning razmerlari standart 46, 48, 50, 52 razmer kiyadigan opa-singillarimizga bemalol to'g'ri kelaveradi. Narxlari faqatgina sizlar uchun 500 ming so'mdan oddiylari bilan almashtirmaymiz. Mana obzorni qilib berdim. Tugab ketmasdan ulgurib olish o'zingizga bog'liq. Shunaqangi ajoyibgina dvoykalarimizni Toshkent shahar Shayxontohur tumanidagi hamda Uchtepa tumani Farxatskiy bozor yonidagi magazinimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Magazinlarimizda har kuni ish faoliyatida hammanglarni kutib qolamiz, kelaverasizlar. Sizlar insonlarga munosibsizlar. Endi esa kommentariyada obzorimni 1 dan 10 gacha baholab ketasizlar degan umiddaman.